Salom hammaga bolalar. Xullas bu bratni aytish bo'yicha Nusa kartasida mana shunday joy bor ekan. Yerto'lalardan kirib, mana bunday kitob javonni ochib, ichkarisiga kirar ekanmiz. Qandaydir g'aroyib joy bor ekan bu yerda. Bu eshikni sindirilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Qandaydir orolga tushib qoldi. Tezda buni biz ham sinab ko'rish uchun Nusa kartasiga tushib oldik. Va ko'rsatilganday mana shu joydan kirib yerto'lalardan tushyapmiz. Hozirchalik o'xshayapti yaxshi. Va mana bu kitob javonni ham topib oldik. Mana yaxshi. Va bu eshik ochilmasligi uchun buni qurol yordamida sindirib olamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bizda bu video o'xshadi. Bu videoni pajjicha do'stlaringizga jo'natib qo'ying.